Yangalık Center'da kindikida deydilar-ku, Beksat aka. Assalomu alaykum. Hammani girib kelayotgan 2026 bayrami bilan. O'ylaysiz, alam bezam o'tiribmizlar. 2 hafta qoldi. Ispetatormi turibmizlar alam. Bana ganglar, bu adresga qaranglar. Bu adresda Beksat akamizning do'koni. Bu yerimiz neda joylashgan? Bu yerimiz Imtiz ko'chaning boshida aytiladi. Imtiz ko'chaning boshida aytiladi. Biram darakchini to'g'risini, darakchidan yo'ldan borganda bu yerda archalarni dom yomoni bor, archalar bor. O'njiqlar bor, kompyuter hamma narsa bor. Libon narsa topsa bo'ladi, bemalollar. 210 santlik archamiz 400 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin. Usti qorli, oq. Hamma narsa topsa bo'ladi. Bu archalar balandligini qarang, vaqti zo'r. Xolos hozir budjetning variantlari ham bor. Kalta bo'lib ketib, mana kichkina bo'lib ham ketadi. Eng kichkinasini ko'rishingiz mumkin. Atiga 60 ming so'mdan, ana. Men tavsiya qilaman. Bu yerimizda archansizlar birdan 10 ham qo'shib beradilar. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Yangalık Center'dagi eng elde düşanlardan biri oladu. Bize tavsiye qilamiz, insonlarni ko'rib o'tamiz. Dükkanda har xil o'njiq, asarsiz o'njiqlar bor. Ben tavsiye etaman. Barcha o'njiqlarimiz ko'rishingiz mumkin. 3 ming so'mdan ne dabay, danasi 3 ming so'mdan, paskasini 50 ming so'm bo'ladi. Bemalol bo'laversa, har xil assortimentli ko'p. İçinde 16 dana bor. Katta, kichik, har xil razmerlar bor. O'zim zo'r, svetlar ham dim zo'r. O'njiqlarni ko'rishingiz mumkin. Ishkimizga qistiramiz desangiz, xudo xolasa. Yangi yil yaqin ishini bilan qisib qo'yasizlar, yangi yil kayfiyatini bildirib turadi. Ishkangiz oldinda har xilisi bor ekan. Ulug'li, kichili, eng zo'r narsalardan salyut. Tabiiy qarni. Qarlar ekan. Qarni septirib berib 12 da pankolataverasiz, xudo xolasa. Shunday narsalar kerak bo'lsa. Atiga 10 ming so'm, boshqada 20 ming so'mlik narsa. Bir ulug'lisini ko'rishingiz mumkin. Boshqada 20 ming so'mlik narsa 10 ming so'mdan. Men tavsiya qilaman. Har xil rasmchalari bor ekan, har xilidan bor ekan. Sho'rni ko'rsangiz, sho'r 10 şarımız yine 100 dana içinde 25 ming so'mdan 100 dana 25 ming. Xalasanızda ullusu, xalasanızda kichisi, xalasanızda gülli, gülsiz hammasidan bor. Beksat akamizning do'konida svita muzikalarni yine metrini liboy qilinan 100 metrgacha bormi Beksat aka? 200 metrgacha bor ekan, baringlar yine 200 metrgacha bor ekan. Size tavsiya qilamiz yine Beksat akamizning do'konida bemalol bo'laverasiz. Ishning narsalarni dim yomon xillari bor. Diyorlar asada 10 patolog asada 10 islamış qilib yangi yilni o'ylaysiz, beziman desangizda Beksat akamni do'konidan kelaverasizlar. Bu yerda ne tolka archavajlari, bu yerda kamera, kolonka, Wi-Fi islami texnikalarni hamma narsasi bor. Beksat aka. Liboy narsa bor, texnikalari ko'rishingiz mumkin. Wi-Fi'lar islami, kameralar. O'zi asosiy bir Beksat aka kamera, eng asosiy. Kamera, kompyuter asosiy narsalar. Aksessuarlar dim ko'pina. Maktab bolalarimiz uchun zo'r narsalar ham bor. Fotograflarni qo'yib aytmanglar. Galaslar ishidagina fotograflarni dim yomonti, zamonaviy xillari bor. Pechkalarni qo'yib aytmanglar. O'ylamiz, qizdiramiz desangiz, o'qat etamiz desangiz, to'g'ri yoz bo'ladi. O'ylab 3 ko'zli, 2 ko'zli, 1 ko'zli hammasidan bor ekan. Bemalol arasida biz tavsiya qilamiz. Pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Xudo xolasa bemalol shu pastdagi nomerlarni uraverasizlar. Kimga kamera xizmatlari kerak bo'lsa, ustanobkalar ham bor bizda. Kamerani o'zingiz ustanobka etib, bunu hamma narsa ishlatib, go'shtib topshiradilar ekan. Biz tavsiya qilamiz, bemalol bo'lasizlar. Beksat akamizning do'konini, kamera islami, liboy narsa bor. Ustanobkalarni o'zlarimizga atib tashlaymiz dedi. Usta qidirib, avara bo'lib o'tiribmizlar. Berimizda ne tolka oborodonelar, bu yerda buzilgan narsalar ham, ya'ni kompyuter yanında ko'rishingiz printer. Qarmang, Beksat usta. Ishingiz yaxshimi? Printerni o'zi tutursiz o'zingiz, yana nomini o'zi tutursiz. Printerlar, notebooklar, kompyuterlar, kameralar, hamma narsa remont bo'ladi. Remont etib berasiz o'zingiz. Bizning kanaldan da kesalar, xudo xolasa kelishtirib, skit etib berasizmi? 100% skit etib beramiz sizlardan, xudo xolasa aytib kelsa, rozi etib qilib beramiz. Nasib etsa, xudo xolasa yangi yil aksiyalari bo'lib turgan, bemalol kelsa Beksat akamdan. Şimdi usta xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol kelasiz. Ko'rishingiz mumkin. Ochib qo'yib, o'zlariz o'tib, hammasi egalarini topshirib turibdilar. Biz tavsiya qilamiz. Yana bir marta adresini tushuntirib o'tamiz. Yangalık Center'da ko'na kinoxona, ya'ni darakchining to'g'risida Imtiz ko'cha desam bo'ladi. Imtiz ko'chaning mushi. Bemalol kelasiz. Biz tavsiya etamiz. Sog' bo'lasiz, boy bo'lasiz.